man buni sizlarga birinchi marta aytib beryapman, ishonsanglar agar. Men buni hech kimga aytmaganman. Va mana shu Ka'batulloh oldiga kelganimda shunchaki turdim, 3 qator, man 4-qatorda turibman. Alloh ruxsat bersang, ism bersang tegma. Bo'lmasa yo'q. Chunki tan olaman, man gunohkor bandaman. Qayerdadir o'zim bilmagan holatda kibrga berilaman, qayerdadir o'zim bilmagan holatda mol dunyoga o'chib o'laman, qayerdadir o'zim bilmagan holatda insonlarning qalbiga ozor beraman, amallarni ham 100% bajarmayapman. Buni tan olaman va bu narsadan uyalaman dedim. Shu niyatni aytdim, turdim, shunchaki ruxsat bersang deganman dedim. Birinchi qatordagi qora kiyimdagi bitta ayol shuni orqasiga qaradi. Men aytayapman, ikkinchi qator ayollar turibdi, 3 turibdi-da, men 4-qatordaman-da. Menga qo'lini shunaqa uzun cho'zdida, bu tushunishingiz uchun juda odamlar bir-biriga sich turgani hisobida 4-qator juda yaqinda. Qo'limni shuni ushladida, tortdi o'ziga. Qo'limni shuni o'zi qo'ydi. Men shuni ko'tardi. Nimaga bunaqa qildi bilmayman. Shuni qo'ydida o'zi chiqib ketdi. Turibman, meni bitta odam chertgani yo'q-da. Bitta odam kelib nomlaqa qo'limdan bo'ladi-yu, mana tiqilinchda hamma bir-birini davay qilib ketadi-yu, yo'q. Xuddi hech kim yo'q deydi. Qanaqadir moment, просто mana ko'zimni yumib duo qilayotgan moment, hattoki shovqinni eshitmas ekansiz-da, shunga qadar berilib ketasiz duoga, eshitmaysiz. Hech narsani eshitmaysiz, hech narsa xalaqit qilmaysiz. Va xalaqit qilmang.